Agar oilada xotin muomalasida taqvoda tursa, oila baxtli bo'ladi. Bu ayolni mana Allohning omonati deb qabul qilsa, taqvodor odam unga zulm qilmaydi hech qachon azizlar. Oila mustahkam bo'lishligi uchun eng birinchi mana shu taqvo oilada kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ittaqulloha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillahi deganlar. Ayollar borasida taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar, chunki siz ularni Allohning himoyasi bilan oldingiz dedilar. Oilaviy munosabatda ham taqvo kerak azizlar. Va xotin munosabatida taqvo eng muhimi. Allohdan qo'rqishlik. Hatto hajjatul vadoda azizlar, Payg'ambarimiz alayhisalom xutba qilganlar. O'sha xutbalardan keyin olamdan o'tganlar, boshqa haj qilmaganlar. O'sha xutbalarida ham bir nechta joyda mana shu gapni aytganlar. Ayollar bobida Allohdan qo'rqinglar deb. Rasululloh alayhisalom yana aytdilar. Zayd ibn Horisa ayolidan shikoyat qilib kelganlarda Payg'ambarimiz alayhisalom ittaqillaha va amsika alayka zawjaka degan ekanlar. Ayolingni ushlab qol, Allohga taqvo qil. Demak, taqvo oilaviy munosabatda